Mirzo Ulug'bek tumani TTZdan 204 sotuv hamda 108 sotuv uchastkani bittada ko'rsataman. 204 sotuvning narxi 122 ming, 182 bo'lsa 72 ming. Videoni oxirigacha ko'rsanglar to'liq ma'lumot berib o'taman. High-tech uslubida qurilgan, ko'ryapsizlar, qora suv, oq suvlardan chiqqan elektrika gips kardonlari bo'lgan. Katta darvozasida yonida kaletkasi. Hovliga bitta mashina bemalol sig'adi. Ko'ryapsizlar, bu yoqda yashil maydon uchun ham joylar tashab ketilgan. Podoliga hovlidan ham tushsa bo'ladi. Kirga o'rish, kattagina hovl, oq suvlardan chiqqan. Ko'ryapsizlar, podoliga uyi ichidan ham tushsa bo'ladi. Bu yoqda bitta oshxonamiz joylashgan. Yurtkelar ekanmiz. Bu yoqda to'g'rida umumiy bitta sanusi yo'q. Mehmonxona bo'ladi, orqa taraf hovliga chiqib ketirish. Ota-onalar uchun yotoqxona, birinchi uchun spalni. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz, ko'ryapsizlar. Bu yoqda bitta spalni, ichida o'zini sanuzel. Yurib kelar ekanmiz, общийga sanuzel. Yana bitta yotoqxona. Bunisi bo'lsa yokida mehmonxona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Hovliga qaragan balkonlari ham bor o'zim, ko'ryapsizlar. Tepasiga chiqamiz. Tepasiga chiqar ekanmiz, kattagina terrasi turibdi, ko'ryapsizlar. Har bir qavati plitalardan yotqizilgan, elektrika, santexnika ishlari bo'lgan. Bu 204 sotuv. Mana bunisi bo'lsa 108 sotuv. Ko'ryapsizlarmi? 108 sotuv, 3 urvilli. Mirzo Ulug'bek tumani TTZ Pilla mahallasida joylashgan. Egalar nomerini pastda qoldiramiz, telefon qilib baraga qilinglar.